bir qari mushrika kampir o'tin terib ketyapti. Zo'rg'a ketyapti Rasululloh. Bering onajon, mana shuni ko'tarib olay, menga bering. Yo'q, o'zim men bu yoqqa bering, men yo'limiz bir ekan. O'tinni orqaladi. Yo'lda ketyapti, gaplashib, Rasululloh gapirib ketdi. Bolam, mana bu o'tinni ham olay. Shu bitta sut pishadigan o'tin ekanda oling. Mana bu o'tinni ham olay, bitta choy qaynasa oling. Rasululloh borgunlaricha bir arava o'tinni yelkalariga ortib qo'ydi. Mana bolam, uyimga keldim, rahmat senga. Lekin shundoq gaplaringdan mazza qildim bolam. Shunaqa rohatlandim. Bunaqa gaplarni ota-onam eshitganman. Hozir shu Makkada bir Muhammad degan yigit islomni da'vo qilib, payg'ambarlik da'vosida yurgan ekan. Agar shu yigit san bo'lsang diningga kirardim degan ekan. Qarang, bitta amal bilan o'ziga mahliyo qilib qo'yganlar, oshiq qilib qo'yganlar Rasululloh. Nima bilan? Bitta muomala bilan. U yerda din haqida gapirmaganlar. Va bu dining yomon, bu mushrik, toshga ibodat qilib bo'lmaydi demaganlar. Inson sifatida bir insonga e'tibor qilib gapirdilar, o'ziga mahliyo